Hop, Avatar 3 haqida bir shaxsiy fikrdan bildirib qo'ymoqchiman. Avatar 3 bu shunchaki navbatdagi davom emas, balki tomoshabinni yana Pandora olamiga chuqurroq olib kiradigan film. Uni tomosha qilib menda ikki hissiyot paydo bo'ldi. Hayrat va o'yga to'ldiruvchi savollar. Sujet jihatdan film sekin boshlanadi, ammo voqealar asta-sekin o'ziga tortadi. Oldingi qismlar bilan mantiqiy bog'langan, lekin ayrim joylarda ritm biroz sustlashgandek tuyuladi. Shunga qaramay umumiy oqim buzilmaydi. Vizual tomondan esa Avatar 3 deyarli mukammal. Grafika, ranglar, effektlar juda yuqori darajada ishlangan. Ayrim sahnalar shunchalik chiroyliki, ularni shunchaki tomosha qilasiz. Baholashni ham unutib qo'yasiz. Qahramonlar masalasida ijobiy va sust jihatlar bor. Ba'zi personajlar yanada chuqurroq ochilgan, ba'zilari esa fon sifatida qolib ketgandek. Emotsional sahnalar bor, ammo ularning barchasi bir xil kuchda ta'sir qilmaydi. Filmning asosiy g'oyasi inson va tabiat o'rtasidagi muvozanat, tanlov va uning oqibatlari. Bu mavzu ochiq, lekin majburlanmagan holda berilgan. Shu jihati bilan qadrli. Xulosa qilib aytganda, Avatar 3 ko'rishga arziydigan film. Ayniqsa vizual va kino katta ekran muxlislari uchun mukammal emas, lekin o'z uslubiga, o'z ruhi va ta'siriga ega.